Bo'la qol xotam, bunaqada namozga ulgurmaymiz. Assalomu alaykum Ziyod, kechikkanim uchun uzr. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bugun boradigan masjidimiz uyingdan biroz uzoqda bo'lgani uchun kechikamiz deb qo'rqyapman. Nima, yaqinimizdagi masjidda o'qimaymizmi? Men o'sha uzoqdagi masjidda Qur'on yodlatadigan to'garakka qatnashaman. Sen ham men bilan borishingni istardim. Juda soz. Alloh ajringni bersin. Ha, qani, oshir, qani. Mana, menga. Mana yetib keldik, alhamdulillah. Ozgina kech qolgan bo'lsak ham namozga endi iqomat aytilibdi. Subhanalloh, ana ular namozga azon aytilganini eshitishmadimi? Eshitishgani aniq. Axir ular masjidning oldida o'ynashyapti-ku. Mikrofonning ovozi butun mahallaga eshitiladi. Unday bo'lsa, muazzinning dunyo va oxirat saodatiga sabab bo'ladigan namozga hayya alas solah, hayya alal falah degan chaqirig'ini eshitib turib, qanday qilib unga javob bermaydilar-a? Yo muazzinning Allohu akbar degan so'zini, buni eshitgan har bir kishi qo'lidagi hamma ishini, tijoratini ham tashlab namozga chiqishi lozim bo'lganda, qanday qilib o'yin kulgusida davom etadi? Nega biz ularning oldiga borib o'yin kulgusini tashlab namozga borishga da'vat qilmaymiz? Nega ekan? Bu bizning vazifamiz emas. O'zimiz namoz o'qib tursak, alhamdulillah, ular namozni tark etishlari bizga zarar yetkaza olmaydi. Alloh taolo shunday deydi: "Ey iymon keltirib shariatiga amal qilganlar, o'zingizni bilingiz. Modomiki haq yo'lni tutgan ekansiz, adashgan kimsalar sizlarga zarar yetkaza olmaydilar." Yaxshi, unday bo'lsa namozdan qolmaylik. Hamma yerdagi kabi masjidning ham qonun qoidalari, odoblari bo'ladi. Ey Ziyod, nega bugun namozga kechikding? Kechirasiz ustoz, masjidga kirayotganimizda ayrim bolalarni azon aytilgandan keyin ham koptok o'ynayotganlarini ko'rib, ularning bu ishlaridan ko'p ajablandik. Azonning ma'nolari va uni eshitgan kishi darhol unga javob qilishi qanchalar vojibligi xususida fikr yuritdik. Ularni o'yinni qo'yib namozga kirishga da'vat qilmadingmi? Yo'q, shunday qilmoqchi bo'ldim. Lekin Ziyod ularni xoli qo'yishimga chaqirdi. Ha, men Xomidga biz namozimizni o'qir ekanmiz, ularning xatolari bizga zarar qilmasligini aytdim. Va Alloh taoloning ey iymon keltirganlar, haq yo'lni tutgan ekansiz, adashgan kimsalar sizlarga zarar yetkaza olmaydilar oyatini zikr qildim. Alloh seni kechirsin ey Ziyod. Bu oyat bunday tushunilmaydi-ku. Qanday tushuniladi? Bir kuni Abu Bakr roziyallohu anhu minbarga ko'tarilib dedilar: "Ey odamlar, sizlar o'zingizni bilingiz, modomiki haq yo'lni tutgan ekansiz, adashgan kimsalar sizlarga zarar yetkaza olmaydilar" oyatini o'qib noto'g'ri tushunasiz. Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deb turganlarini eshitganman. Agar insonlar munkar ishni ko'rib turib, uni o'zgartirmas ekanlar, Alloh taolo ularning hammasiga azobini yuborish yaqin bo'lib qoladi. Alloh meni kechirsin. Oyatni noto'g'ri tushungan ekanman. Mana shunaqa bolam, Alloh taoloning so'zini yaxshilab tafakkur qilish kerak. O'zlaringiz hidoyatda mustahkam bo'lsangiz, adashgan kimsalar sizlarga zarar yetkaza olmaydilar oyati mo'min kishi yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarsa, komil hidoyatda bo'ladi. Agar yomonlikdan qaytarib yaxshilikka buyurganida ular qaytmasalar, unda ularning adashishlari zarar yetkaza olmaydi. Shuning uchun ey Ziyod, Qur'on oyatlarini tafsir qilishdan oldin ulamolarimizning so'zlariga murojaat qilishimiz lozim bo'ladi. Barakalla bolam. Darhaqiqat Alloh taolo agar bilmasangiz biladigan olimlardan so'rangiz deb marhamat qiladi.
ba ba ba